Assalomu alaykum. Men Ozoda Nursaidovaning challengelariga ishtirok etmoqchiman. Bunga ishtirok etishimdan maqsad hech qanaqa g'oliblik emas, yo bo'lmasa shon-shuhrat boshqa emas. Men shunchaki shuncha yildan beri ichimda yotgan ovozni oshkor qilmoqchiman. Men hech qanaqa ustoz ko'rmaganman. Yoshlikdan juda katta qiziqish bor san'atga, ya'ni qo'shiq aytishga, lekin imkoniyat bo'lmagan bunga. Shunchaki o'z ovozimni hozir ko'rsatmoqchiman. Ozoda opa bir eshitib ko'rib baho bersalar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Xatoliklar bo'lsa ming bor uzr. Yana bir marta aytaman, men ustoz ko'rmaganman. Sevdim deding, sevaman dedim. Bo'ylaringga guldek yarashdim. Yoshligimning yozidagi seni xatolarga almashdim. Sevdim deding, sevaman dedim. Bo'ylaringga guldek yarashdim. Yoshligimning yozidagi seni xatolarga almashdim. Kiprigimdek to'kilding, ketding. Ko'nglim bilan birga yig'lashdim. Dutorimning torida kuylab, kuygan navolarga almashdim. Dutorimning torida kuylab, kuygan navolarga almashdim. Sevgilim, seni xatolarga almashdim. Bir seni ko'zlari qaralarga almashdim. Sevgilim, seni xatolarga almashdim. Bir seni ko'zlari qaralarga almashdim.